Qadrdonlar, sizlar ham shunaqa xilma-xil mazasi zo'r uzumlarni xonadoningizda o'zingiz qo'lingiz bilan uzib yeyishni hammani orzusi bo'lsa kerak bu. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 28-noyabr sanasida biz uzum ko'chatlarimizni sotuvga qo'yishni boshda 10 xilga yaqin assortiment mahalliy uzumlar va yangi uzumlar turi bizda mavjud. Daladan ko'chirib uylarga olib kelib qo'yishni boshladik. Bemalol keluvchilarga lokatsiyani videoda boshida aytib o'tib ketaman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga qarashli Paxtakor mahallasida turamiz. Marg'ilon Yozyovon trassani bo'yida. Qiziquvchilar, keluvchilar bo'lsa lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelib bemalol ko'chatlarni o'zingiz ko'rib, xarid qilib ketishingiz mumkin. Endi qadrdonlar, bizda yangilik uzumlar, Yevropa uzumlari va o'zimizning mahalliy uzumlarning eng saralari bizda sotuvda ko'chatlari bor. Bularni hozirlarga birma-bir ozginadan aytib o'tamiz. Uzumimiz, xo'p, bular bu tarafdagilar polni 1 yoshli ko'chatlar. Bahorda qalamchasi ko'chat uchun yerga suqilgan. Buni ham aytib o'tib ketay. Xo'p, ketmon sopi uzumimiz. Buni hamma biladi. Bilmaganlar uchun mazasi zo'r uzum. O'zingizga yegani xonadoningizga bo'lsa, bemalol olib boqsangiz ham birinchilardan bo'lib sotiladigan uzum turi hisoblanadi. Xo'p, Rizamat ota. Bularda endi ba'zi birlarni rasmi bor, ba'zi birlarniki rasmi, to'g'risi o'tgan yilgi rasmlarda yetilib ketgan, yo'qolib qolgan, shunaqa nomini yozib qo'yganlarimiz ham bor. Xo'p, Rizamat ota uzumi, buni ham ko'pchilik biladi. Mevasi o'ta qimmat uzum, mahalliy uzumlarda eng qimmat uzumlardan biri hisoblanadi va eng qiziq joyi uzumlarning ichida eng birinchi pishadigan uzumlardan hisoblanadi Rizamat ota. Xo'p, F1 uzumimiz. Qadrdonlar, F1 uzumimiz. Xo'p, ekranga rasmlardan qo'yib o'tib ketaman. Bog'da olingan rasmlari bor, shulardan qo'yib o'tib ketaman. Bu ham F1 Rizamat deyiladi. Rizamat otaga o'xshash bir xil uzum hisoblanadi. Bu faqat kechroq pishadigan, sentyabr oyiga o'tib pishadigan uzum turi hisoblanadi. Mazasi o'ta zo'r va eng qizig'i bog' qiluvchilar uchun sotuvda mevasining narxi ham qimmat bo'ladi. Xo'p, keyingi uzumimiz Mercedes uzumi. Mercedes uzumi, bu ham o'sha aytib o'tganimdek, sal kechroq pishadigan uzum, lekin sotuvga mazasi o'ta zo'r, narxi ham qimmat uzum. Eng qizig'i bu uzumda xarakteristikasida yovvoyi sifat uzumligini hisobiga boshqa uzumlarga qaraganda kasalliklarga chidamliligi yuqoriroq, sovuqqa chidamliligi ham yuqoriroq. Xo'p, keyingi uzumimiz Sug'diyona uzumi. Sug'diyona kishmish deyiladi bu uzum. Sug'diyonadan ko'pchilik biladi. Bozorlarda sotilayotgan mayizlar ko'pi mana shu Sug'diyona uzumidan bo'ladi azizlar. Xo'p, keyingi uzumimiz oq damskiy polvon sortidan eng zo'ri sara uzumlardan biri hisoblanadi. Bu uzumlar o'rtanga pishadigan uzumlar hisoblanadi, yozda pishadigan. Mazasi ham o'ta zo'r. Hattoki boshqa uzumlarga qaraganda oq damskiy uzumini ko'pchilik yeganlar biladi. Kommentariyaga yozib ketinglar. Kerak bo'lsa shunaqangi uzumlar, damskiy uzumini shunaqangi joylarda tomoqda olib qoladigan darajada shirasi baland bo'lgan joylarni ham eshitganmiz va ko'rganmiz. Xo'p, keyingi uzumimiz, yangilik uzumlarga o'tishni boshlayapmiz qadrdonlar. Manicure finger uzumimiz. Bu uzumni ham ancha ommalashib qoldi, ko'pchilik biladi. Mazasi o'ta zo'r uzum. Hozir mevasi ham bor, aytib olib ko'rsataman. Mana Manicure finger uzumini realni hozirgi bular nima desam bo'ladi? Bu yilgi yangi nishona hosillar bular. Shuning uchun voshi o'zi o'ta katta bo'ladi buni. Mana bu rasmdagi 3 kilo shunaqa katta bo'ladi. Bular hozir prosta olib qo'yilgan uzumlar, pakazga ko'rsatgani shunaqa holatda bo'ladi. Rangi, mazasi nihoyatda shirin. Boqsangiz ham bo'ladi, mevasi qimmat sotiladigan yangilik uzumlardan biri hisoblanadi. Xo'p, keyingi uzumimizga o'tamiz. Trenddagi uzumimiz bu Avatar kishmish uzumi hisoblanadi. Urug'siz, kalibri yirik mevani ham serhosil bo'lgan uzumlardan biri hisoblanadi. Bu Avatar uzumi. Buni ko'pchilik bilib bo'ldi. Olib birinchida boq qilgan odamlar bu yilgi narxlari bo'ldi. Buni taxminan shu 70 ming, 80 ming atrofida bo'ldi. Realni o'zim borib ko'rmadim, lekin 70 ming, 80 ming eng arzoni sotildi deganini ko'p joylarda eshitdim. Xo'p, o'sha Avatarda 1 yoshlik, 2 yoshlik ko'chatlarimiz bor. Endi qadrdonlar, mana shu yerdan bag'i 1 yoshlik ko'chatlar. Endi bularda 2 yoshlik ko'chatlari ham bizda mavjud. Oq damskiydi mana. Damskiy uzumimizda 2 yoshligi ham bor va F1
Mers ko'chatlarimizni azizlar, ko'rsataman sizlarga. 2 yoshliklari ham bor. Holati xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'rinyaptimi? Eng zo'ri 2 yoshli ko'chatlarimizni. Bular qadrdonlar narigilariga nisbatan 1-2 yil ertaroq mevaga kiradi. Bu uzumlar. Chunki bular 2 yoshli uzum hisoblanadi. Xo'p, qadrdonlar, yangili uzumlarning eng zo'rlariga kelyapmiz mana. Maya sersa My Heart degan uzum. Buni ko'pchilik endi bilyapti. Endi ommalashayotgan uzum. Mazasi bor-ku, uzumda mayda mevasi bor. Hozir mevasini ko'rsataman. Mana shu Maya sersa mening yuragim degan uzum hisob. Mana uchini ko'ryapsizlarmi? Mana uchi avatardagiga o'xshagan. Hozircha bular yangi hosil aytib o'tganimdek, mana shular shunday kirib, bu rasmdagi o'xshagan bunaqa yo'li sal kengroq bo'lib qoladi keyinchalik. Hozir bular nishoni hosil, yangi mevalardan hisoblanadi, yangi bog'larda mevasi bu. Xo'p, buni ham 2 yoshli ko'chatlari bizda mavjud. Keyin ozginadan mana ko'chatlarimizdan qolgandi Halloween va Lamborghini uzumlarimizdan ham ozgina bor, bulardan ko'p emas. Uyga kelganlar bo'lsa, bitta ikkitadan bo'lsa ham olgani yetadi. Qadrdonlar, uzum ko'chatlarining eng saralari, eng zo'rlari, boqmoqchi bo'lgan dehqonlar, aka-ukalarimizga maslahat, o'zimizning mahalliy uzumlarimizni ham zo'rlari, yangili uzumlarning zo'rlari oqtarib yurgan, qidirib yurgan tanishlarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yamiz va bitta mehnatga like bosib, kommentariyaga o'zingizni fikringizni qoldirib ketasiz degan umiddamiz. Biz ko'chatlarni boshladik. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa etsalar, eng qiziq joyini aytaymi? Eng qiziq joyi biz o'zimiz Farg'onadamiz, Qoraqalpog'istongacha dastavka xizmatlarimiz bor. Dastavka xizmatlari pochta orqali yoki mashinalardan, yuk mashinalaridan berib yuboramiz. Ko'chat hajmiga, soniga qarab turib, dastavkalarimiz ham kelishilgan holda pochta orqali jo'natyapmiz. Klientlarimizga ham narxi, pochtani xizmat haqqisi unaqa qimmat bo'lmaydi. 30 ming, 40 mingga misol 10-15 ta olayotganlar 50 mingga ham borib bormaydigan shunaqa. Azizlar, o'sha gap, sizlar ham mahnaqa eng zo'r uzumlarni, eng sara uzumlarni uyingizdan o'zingiz toshdan uzib yeyishni xohlasangiz, mana ko'chatlar assortimentlar 10 xilga yaqin eng zo'r uzumlarning assortimenti bizda mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasalaring dastavka, xohlasalaring keluvchilarga adresni yana bitta aytib o'tib ketaman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga qarashli Paxtakor mahallasi, Marg'ilon Yozyovon trassani bo'yida. Keluvchilarga lokatsiyani tashlab beramiz. Salomat bo'linglar.